Deylik er yoki xotin vafot etdi. Deylik erning nomida uy-joy bor edi, mol-mulk nikoh davomida olingan umumiy mulk edi. Er o'lgandan so'ng erning nomidagi mol-mulk bilamiz, tabiiy ravishda meros bo'lib o'tadi va merosxo'rlar o'rtasida teng taqsimlanadi. O'zbekiston Respublikasining qonunchiligiga ko'ra, birinchi navbatdagi merosxo'rlar sirasiga xotin, farzandlar va ota-ona kiradi. Mana shu holatda yaqinda bir kishi savol berib qoldi. Erim o'lgandan keyin deylik o'sha qoladigan uy-joyda 50% meniki bo'lib, qolgan 50% meros taqsimoti bo'yicha bo'linadimi yoki hammasi 100% meros taqsimoti bo'yicha bo'linib ketadimi degan masalani o'rtaga tashladi. Qaranglar. O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksi va Oila kodeksi bilan ushbu masalalar tartibga solingan bo'lib, unga ko'ra, agar er va xotinning nikoh davomidagi uy-joyi, deylik, umumiy mulki bo'ladigan bo'lsa, ulardan biri vafot etadigan bo'lsa, merosni bo'linishlikda birinchi o'rinda er va xotinning nikoh davomidagi mol-mulkdagi ulushlar ajratib olinadi. Deylik, uyda o'sha er vafot etgandan so'ng xotinning 50% haqqi bo'ladi. Merosni bo'layotganda o'sha uyda 50% xotinning nomiga o'tadi, qolgan 50% merosxo'rlar o'rtasida, deylik, farzandlar, ota-ona va xotin o'rtasida bo'linadi. Demak, bundan ko'rinib turibdiki, er xotinning nikoh davomida orttirgan mol-mulki agar ulardan biri vafot etadigan bo'lsa ham 50% hayot bo'lib qolganiga o'tar ekan, qolgan 50% merosxo'rlar o'rtasida teng taqsimlanar ekan. Agar sizlarda merosga doir bo'lgan huquqiy masalalar, muammolar bo'ladigan bo'lsa, ushbu masalalar yuzasidan yuridik va advokatlik xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bu yerdagi Telegram manzillari orqali bizga murojaat qilsangiz, albatta sizga yordam beramiz. Video foydali bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lishni va yaqinlaringizga yuborib qo'yishni unutmang.